Ölçemacın çiçildi Çimeni içme yarı Çiçirişte kim bildi Çimeni içme Ölçemacın çiçildi Çimeni içme yarı Çiçirişte kim bildi Assalamualaikum qarindoshlar, qanday bo'linglar, yaxshimi? Tan saqliq kanalimga xush keldinglar. Men Mehmetcan Qurbandan hammalarga o'tliq salom. Bugun shu semizlik, samirib ketish to'g'risida ozroq to'xtalay deb o'yladim. Andan keyin oxirida odam badanidagi qiziqarli ishlar, ajoyib ishlar degandekni ozroq qisqa tushuntirib o'tay deb o'yladim. Hem şu semizlik hazır xalqaro bo'yicha bak samirib ketgan odamlar ko'plab ketdi desak bo'ldi bir hisobda. Bu buniki sabablari haqiqatan ko'p. Atrofimizda ko'p anglaymiz. Endi buni bir hisobda hamma nimani ro'y besimga opiradigan ishmi bor bir hisobda. Shunglashqa bunun özümün yığınçaqlığını elbette əmələ oxumuz semizlikniki mənbəsi elbette birinciden köp yiyiş, köp içişdən buludu. Anandan keyin yan birisi tız tamaq yiyiş. Anandan keyin su, məsələn su olamdı, başqa içimlik olamdı, çay olamdı, tız içiş. Bu adam səmirib getidu. Anandan keyin köp anlayımız ətrafda. Ama şu ben su içsem samirib ketadigan adam ekanman deganlarni. Albatta bu to'g'ri gap. Nima uchun degan chaqda balki bir hisobda uni bani sabab deb qavaganlar bo'lishi mumkin. Amaliyotda suvni ko'p ichgan odamda ishq paydo bo'ladi. Shunlashqa semiz odam, uruq odamniki su iste'mol qilishi o'ziga bog'liq. Özü şu bedeniga qarab su iste'mol qilsa bo'ldi demoqchi ku eng asosligi. Shunlashqa badan semiz odam asosligi amal bor suvni oz iste'mol qilsa bu badandagi ishq yonadi degan gap. Nima uchun deganda semizlik degan gap o badanda suv tarkibi ko'p degan gap. Shunlashqa albatta faqat ushlab ketgan cho'qib ichish kerak. Ammo shu xalqaro bo'yicha cho'qib 2 litr, 4 litr deb har xil gaplar anglab turmiz. Ama bedenimizga asosan iste'mol qilsak menimcha eng yaxshi deb o'ylayman. Hamda bu qanchalik o'ruqlaymiz deganni, hamda o'ruqlashniki usullari har xil yangiza degandek hamda böyle anglab turyapmiz. Bo'libmi shu hamda o'zimniki tajribasi atrofdagi qarindoshlar bilan fikrlashgandiki o'zimning chiqargan yakuni albatta az yiyish hamda muhim, ammo qitim sonini ko'paytirish bu bak muhim. Masalan bir vaqtda cho'qim bir kunda cho'qim 3 vaqt yeydiganlar, ba'zida bir vaqt yeydiganlar har xil yangiza hozirgi jamiyatimiz taraqqiyotga erishib ashuna bo'lib ketdi. Ammo meningcha azdan qitim sonini ko'paytirib 5 qitim bo'lamdi, 6 qitim bo'lamdi. O'sha uruq odamlar bilan ba'zilar fikrlashib baxtim, shunchalik yeydi, samamaydi deydiganlar anglaymiz-ku. Ularniki yiyish usuliga, anandaki qitim soniga diqqat qilib baxsanglar, atrofdagilarniki shunaqa qarindoshlar az yeydi ekan, qitim soni jiqildi ekan. Bunday desak ham nadiki vaqt deydiganlar bo'lishi mumkin. Faqat u badan o'zingizniki, shunlashqa amal qilsangiz cho'qim o'ruqlash niyati talaysiz. Bu semizlik deganni bir hisobda WHO'dan yana xalqaroliq sog'lomlik tashkilotida buni bir kasallik chiqadi. Shunlashqa ham böyle bilimiz, bu semizlikda har qanday kasal keladi. Qon besim deymiz, diabet kasali deymiz degandek. Shunlashqa o'ruqlash eng maqsadimiz birdan bir sog'lomligimiz uchun eng muhim böyle bilib turmiz. Shunga ham men shu
xalqaralıq BMI dep bir sansipir var. Şu sansipirnikini elarak şu çıqırıp koyma özаңlarniki şu beden eğirliği qançalik onundakin şu BMI degen qandaq bolsa normalga kirdi deganni graf emas, şu sansipirlar. Sizlar ko'ryapsizlar, men sansipirlarni bek chiqarmayman. Murakkab, bek tushuniksiz narsalar bo'lib ketsa, hozir ko'radigan narsalarimiz bek ko'p. Shunga hamda şu oddiy qilib shuni tushuncha berman hali chiqqan vaqtida. Shunga hamda mush atrofdagilarga diqqat qilib baqsanglar, qancha yemisam samirib ketyapman deydiganlarni anglaymiz. Albatta bilip bilmey özümüz his kılamayımız degендek şu roy besimde mu açıktı mu bazıda bilip bilmey yap aşnaq bolduğanlar bak ya albatta bu roy besimi ta'sir qiladi. Mesela bir misal dep bersem Amerikada mı bek köpken simizler. Hatta bazı simizler 300 kilo 400 kiloluk kelgen bir simizni buruna TV'de koygan men. Semirip ketip keyin o'ruqlab shundaq maqsadiga yetkinni. Adam 300 mi 400 kilo bo'ldi ekanda deb hayron qolgandim. Balkim sizlar ko'rgan bo'lishinglar mumkin, ko'rgan qarindoshlar bo'lishi mumkin. U shu karotid yetqilib ayol kasalgi deyman. Karotid yetqilib alami borki, men shu Yaponiya TV'sida bak ko'ratdim, undaq nimalarni TV showlarni. Shuningda şu ayolni ishigidan patmay kran ilib chiqadigan kran bor. Shuningda derazasini chaqib, derazasidan shu nimaga silib, emergencyning mashinasiga silib, doktorxonaga olib borgan. Bundaq ishlar bo'ldi ekanda deb hayron qolgandim. Demakchi, bu semizlikniki shu kontrol qilinmaslik. Shundaq masalan bu semizlar, ba'zi semizlar qanday qildi degan chaqda özüm hayron qildi ekanda, qanday sig'adi degan chaqda kechda uxlagan vaqtidami qusuq ichib ketib ko'z yumuq holda o'ziniki to'nglatqining ichidagi narsalarni yeb bo'lib uxlab qoldi ekanda. Shuning bilan atis qopib qarshi yo'q. Shuni shu yushirin videoga olgan nimalar bor. Shularni ko'rib o'zim hayron qolganda, ashnaq ahvollar bo'ldi ki bak samir ketgan odamlar-ku. Şuna hem de etrafımızda dikkat qilib baksak semizlerning ağzı to'xtamay yeydi ekan. Haqiqatan men mush atrofdagilar bek dikkat qilma. Semiz adam ishni qilib to'xtamay ya yeydi ekan ya ichdi ekan degandek. Shunglashqamda biz men böyle bilmez shu og'riqmi geldin kirdi, davosimi geldin degandek. Gelimizni yig'sak menimcha bu semizlikniki oldin og'il bo'ldi deb o'ylayman. Albatta buni davomlashtirish yana ba'zilar voy u bu mundaq usul borki, andaq usul borki deb bak anglaymiz atrofda, balkim men buncha anglayman, sizlar anglayotgan bo'lishinglar mumkin. O'zimiz diqqat qilamiz deymiz, u yana davomlashtirolmaymizda. Bir sima choyni masalan, choy o'rg'iladigan choy deydi, o'rg'iladigan dori deydi degandek har xil narsalarni anglab turmiz. Ama onu davomlashtirolmaydiganlar ko'pga, ammo davomlashtirganlar bo'lishi mumkin, ammo natijasini ko'rmaganda. Shunglashqa bu o'ruqlashning hamda usullari meniki deydigidan boy degandek, oz yeyish albatta buni bilmez. Andan keyin qatim sonini ko'piltish. Bir qatim yevelib qilsak, u cho'qimlam oldin qatim diabet to'g'risida ozroq so'zlagandim, shu oshqozon osti bezi so'zlagan vaqtda degandim, oshqozonga besim tushgandan keyin oshqozonning ostidagi bez yeyishan shuni bosadi-da, bosgandan keyin bu yeyishan degan insulin ajratib chiqardi. Shunglashqa bu insulin degan hormon qalaymaqan bo'lsa-ham shuning bilan diabet kasali paydo qilgan gap. Shunglashqa shu qatim sonini ko'piltish ham birsi amal bo'lsa hamda ham bir usul. Attigini cho'qim yaxshi yanglar, davomli deb turyapman bu gapni. Tushda bo'lsa g'ayratingiz bo'lsa, tushda amal bor, oz yang yoki yemisiniz bo'ladi. Kechqurun uyga borganda xizmat qilganlar uyga berib yesin bo'ladi. Kechda tomoq yemay o'ruqlayman deydiganlarni ko'p anglaymiz.
Ama keşte çokum tamak yiyişimiz gerek. Ben burun peygamber tibabetin ançım sözüge vaxtımdım diyendim. Peygamberimiz mi aynı vaxtıda keşte çokum tamak yanla bumuz asan qeyrip gitsizler deydiken. Nima uchun bundaq deydiganda deb izinib baqdim. Izinib qandan keyin bu keşte tamak yemasak eğer bu biz keş uxulgan vaqtida mingimizniki xizmat qilishi kunduzi qaragan chaqda nechasi yuqori bo'ladi ekan. Buni endi amaliy misollarni sizlarga deb bersam sizlar his qila olasizlar. Ba'zilar shundoq jiq tush ko'rib shundoq harg'in turdiganlar bor. Demak, mingiga energiya yetishmaydi degan gap. Shunglashqa kesh cho'qim yeyish kerak. Kesh tomoqni oz yeb, ozroq yeyish kerak odatda gidin. Ama cho'qim yeyish kerak ekan. Shunglashqa buni men oldin qatimladim, anchim so'zildim, ammo bu videoyim hamda hali ko'plab qoldi. Shunday olsun ba'zi qarindoshlar ko'rmagan qarindoshlar ko'p bo'lishi mumkin. Shunga bu bir usul ham demakchi, atdigani cho'qim yaxshi yeb, tushda amal bay yemay, kechda cho'qim jiqisingiz miyang yeb bilan uyqusi kelganlar bor, uxlasangiz bo'ladi. Oshqozon kislotasi shunchalik kuchliligini dedim, oldin qatim YouTube'ladim o. Parçalanıp gidiyordu. Vay keşti yap uxulsam samir gitmen dep deydiganlar bor. Ameliyatta uniki ancha asası yok. Onundan keyin jiq uxlaydiganlar. Bunda diqqat qilib baqsanglar, ko'p uxlaydigan odam simiz kildi degan gaplar toza ameliyat uygun emas. Uruq odam ko'proq ko'p uxlaydiganlar ko'pga hamda mening atrofimda bor. Nima uchun degan chaqda hamda uyqu bak kelib ketgan odamniki shu qon tarkibi sal tuvan. Mana oksigen yetişmegenden keyin esnaymiz go, şunu esnişimiz şu oksigen yetişmeslikte. Şuna şu uğruq adamlar bek uğruq kesimi salametlik ziyallık demekçi go bir hesapta. Şunlaşqa yana bir misal dep bersem şu uğruqluq to'g'risida bir savadışım batdı aynı vaqtida. Şu maxsus samirish uchun balans yetibdiki, men hayron qolgandim, mundaq ishlar bo'ldi ekan debchi aynı vaqtida. Şunlaşqa yaman uğruq kesimi yaxshi emas. Şuna böyle normal intilmiz. Amma şu normal intilip çoqum şu sam bo'lish kerak deb degandek eli chiqarib berma, BMI deganniki. Onun normali 18.5. 18 bilan amma daqa uşaq sonlarni demay. 18 bilan 25 oralig'ida 24. Şu oralig'da bo'lsa normal bo'ldi ekan. Uni hisoblash usulini yalaroq tushuntirish berma. Sal murakkabroq deb o'ylab qoldim hozir hamda böyle qo'limizdan telefon tushmay hisoblashlarni ancha xo'shaqmaydi. Oldimizga ko'z bersa shuni ko'rish xo'shaqmaydi degandek. Shunlashqa yalaroq chiqargan nimada hamda aniq sizning bo'yingiz qancha bo'lsa, eg'irligingiz qancha bo'lsa, bu BMI qancha bo'lsa, qandoq bo'ldi deganlikni xalqaroliq o'lcham er ayol o'xshash bo'ldi ekan. Shunlashqa shuni bir hisoblab ko'p baksanglar bo'ladi. Andan keyin shu bay dedim, shu atrofdagilar sizlar diqqat qilib baqinglar, shu semiz odamlarni bo'libmi, tomoqni baxtiz yeydi. Haqiqatan tiz, bu to'g'riliq bir Məndə ingiliscə öyrənib vaqtı bir maqala yazğandım. Ma'lum shunaqa hayron qolgandi. O'zimning kasbi doktor deb yazğandım. Shundaq qilib yaxshi bo'pti dedi. Demakchi, qancha tiz yesa o'zingni o'zingni shu maqolniki nimasi mazmun hamda tiz tomoq yeyish faqat o'zini o'tirilishi bilan barobar debchi bir o'qitish qatorida bir nima yozinglar deganda shuni yazgandim. Demakchi, bizda Uyg'urlarda o'g'il olim misildab yemdi, tiz yemamdi degan gaplar bor. Amaliyotda bo'lmaydigan gap bu. Asta aldırma yesek, şu ağzımızdaki aldın qatim degandek şöyle ba'zilar bor, tishimizga foydali, ko'p jihatlar foydali. Qiz o'ng'ashdiki, u jihatlarni so'zlab bo'ldim, qiz o'ng'ashni asta o'tdi. Qancha tiz yegan sari shu zamot haq tutib qoldigan ishlar bor. Nima uchun? Aldırma ya deb mingimizning signal berganida shu. Uning ustiga bir xatarlik uning ustiga. Ma öpki qismining azroq zukam to'g'ri so'zlagancha azroq so'zladim. U keyinroq so'zlayman. Shu bir kilopam bor, shu qizlo'ng'ash bilan ma nimadagi Xitoyga chido deymiz, ma nimada
Muşu Aşının arsidagi kilapanga böyle bilmez alqa tizevetsek yak mesela tamaq yeyotgan chaqda bek kulibni qo'ysak shu o'pki taraf ketib qoldi ku. Shunga o'xshash tizilsak nat xatiri ko'p demakchi. Xatirlar bo'lib qolmasdan bu samirishmi oson samirib ketmaydi degan gap. Shunlashqanda o'ruqlasak men bu yaqinda sal samirib qoldim. Aldirash bo'lgan siri ba'zida bilib bilmay tamoqlarni jiqiyib degan bo'ladigan ishlar bo'ladi. Ammo shu davomlashtirish bir ishni. Shunga hamda egizpas so'zlab qoldim. Shunga hamda eng asosiy yig'inchoqlagan chaqda amal ba samirishning oldini oldi ham böyle anglab turmiz. Voy samirib ketdim, o'ruqlasam bo'ldi dedi Allah'ını. Ammo samirish oson, o'ruqlash tez. Uni ham böyle bilib turmiz. Şunlaşqa agar men cho'qim o'ruqlaychi deb undaq niyat qilsangiz cho'qim menga WhatsApp ayrim maslahat qilsangiz har xil usullar niki bay degandek shu usullarni siz bilan tang munozirlashib o'ruqlash nimasiga yetkil bo'ldi deb o'ylayman. Hamda yana jiq so'zlay desam gap to'la. Shunga hamda bu to'g'riliq mushunchalik so'zlab ma o bay degan BMI deganniki o'zinglar hisoblab o'ylanglar desam qachon xo'sh yoqmaydi. Misini mushunga tushuntirib, undan keyin eng oxirdagi jadvaliga qarab o'zinglarning bo'y egizligi qandoq, undan keyin shu BMI qandoq ekan deganni o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Bo'ldi hamsa undan keyin oxirida bay degandek shu nimani bedenimizdeki qiziqarli ishlar deganni azroq so'zlab beray. Bo'ldi hamsa a'zo bo'linglar, taqitib qo'yinglar. Undan keyin xo'sh yoqsa, yaxshi ko'rsanglar, gaplar bizga yoqqan bo'lsa, shu belgisini besib qo'yinglar. Ma'qulamsa xo'sh, hammanglarga salom. Buni tushuntirsam, agar sizniki egizligingiz 1,70 m bo'lsa, buni shu 1,7 ko'paytirish 1,7 ko'paytirish 22. Demak, normal eg'irlik 63,58 deb hisoblasangiz bo'ladi. Bu faqat shu egizligi 1,70 m bo'lgan odamniki misoli. Hamda bu BMI deganimiz Body Mass Index. Şunun qisqartılması BMI deymiz. Bunun da bay chiqqan shu eg'irlik masalan 63,58 deganni 64 desek, shu eg'irlikni bilimiz shu egizlikning ikkisiga. Sal murakkab bo'lib ketdimi qandoq bo'lish ikkisi degan gaplarni demagilimi qimag'ilib uzoqib ketdi. Bu BMI'ni bayaqi misol qilib 1,70 m lik odamnikini hisoblasak, bay eg'irligi 63,58 bo'lgan, buni ham 64 desak, 64 kilogramni bo'limiz 1,7 ko'paytirish 1,7 ga. Ammo shunda taxminan 22 da 1 chiqadi ekan. BMI'ning qimmati 22 da 1 hamda taxminan 22 deb hisoblaymiz. Hem bu jadval qarasanglar, bu shu xalqaroliq sog'lomlik organiki jadvali baya hisoblab chiqqan 22 da 1 deganimiz normal ahvolda. Ma'nodimi hamda xitoycha xatni o'qisizlar, ba'zilari yaponcha aralash. 18 da 50 bilan 24 da 99 deganimiz shu normal. Andan keyin ustidan qarab tushuntirsam, 16 ga shu BMI ning hisoblab chiqarsanglar 16 ga yetmagan bo'lsa, bak haddi hisobsiz o'ruq kirdi. Andan keyin 16 bilan 16.99 oralig'ida bo'lsa, o'ruq kirdi ekan. Andan keyin 17 dan 18 da 49 gacha. Bu hamda shu odat normaldan sal o'ruqqa kirdi. Andan keyin bay deganimdek bu normal ahvoli ma'vu 18 da 50 24 99. Undan keyin semizlik qarab mangadi ekan. Ya'ni shu BMI ni hisoblasanglar 25 bilan 29 da 99, ya'ni 25 bilan 30 oralig'ida bo'lsa, semizlik qarab mangan kirdi. Undan keyin 30 dan yuqori 30 dan 34 99, ya'ni 30 dan 35 gacha semiz, birinchi darajalik semiz.
Sizlar ko'rgandek birinchi, ikkinchi, uchinchi darajaligimiz shu borgan siri uchinchi darajaga borgancha chig'imdimmi samirib ketganlikka alomat ekan. Demakchi ko'rganinglardek 35 dan 40 oralig'ida ikkinchi darajalik semiz, 40 dan eshib ketsa uchinchi darajalik semiz deb mushtaq belgilaydi ekan. Bugun bu semizlik to'g'risida shunchalik so'zlay. Planimda ikkinchi qatimmi ikki qismga bo'lib so'zlay deb o'yladim. Andan keyin oxirgisi shu badanimizdagi ajoyiblar deganni bir tushuntirib o'tay. Qiziqarli ishlar degandek. Birinchi bizning badanimizda odamlarning badanidagi kirpigida bir xil qurt yashaydi ekan. U qurtning ismi nigibita deydi ekan. Har qanday odamning kirpigida yashaydi ekan. Andan keyin ikkinchisi odam badan bir kunda 2 tuman qatim nafas oladi ekan. Andan keyin uchinchisi bizning badanimiz kunda 100 tuman badan ter hujayralari 100 tuman ter hujayrasi tushib turadi ekan. Shunday hisoblagan chaqda yilda 2 kilogram teri tashlaydi ekanmiz. Andan keyin ammo qiziqarli ish tag'imdimi ayollar o'ttir hisobda yilda bu o'ttir hisobchimi 30 qatimdan 64 qatimgacha yig'laydi ekan. Erlar yilda 6 qatimdan 17 qatim yig'laydi ekan. Andan keyin shu 5-inchisi odam badanidagi neyronlarni ulaydigan bo'lsa, o'ttir hisobda uzunligi 75 kilometr chiqadi ekan. Bo'ldi hamsa bugun shunchalik bo'lsin. Kelar qatimda yana semizlikniki har xil xatarlik ahvollarini ondan keyin menda bir qiziqarli bir o'qishlik batdi shuni deb berman. Ma'qul hamsa hammanglar salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.